Massaj, halol massaj o'tkazamiz mana bu bemorimizga. Bemor yotadi. Qon aylanishini kuchaytiradi, mushaklar spazmini oladi, energiya oqimini faollashtiradi. Mana massaj davomida shifobaxsh dorilar ishlatamiz. Miyata, ya'ni yalpiz, propolis, lavanda moyi, можжевельник moyi ham ishlatiladi. Можжевельник moyi mushaklarni bo'shatadi. Yara, toshmalar bo'lmasligi kerak. Sahar kasallariga mumkin emas. Beldagi og'riqlar, sanchishlar bilan kelgan edi kasal. Alohida massajni bel, bo'yin, yelka og'riqlarida, osteoxondrozda, radikulitda, mushak spazmlarida, asab tizimlaridan, demak, nevralgiyada ishlash mumkin. Asabiy zo'riqishda, uyqusizlikda, vegetativ disfunksiyada, qon aylanishini buzilishda, sovuq qo'l-oyoqlarda ortiqcha vaznni olish mumkin. Immunitet pasayganda, surunkali charchoq hollarida bemalol olovli massajdan foydalanish mumkin. Mana bemorimiz kelgan edi. Bel og'riqlar bor edi, yelkada og'riqlar bor edi. Bugun birinchi protsedurani tugatdik. Qanday o'zingizni his qildingiz? Taassurotlar yaxshi. Ha? Yaxshi hammasi. Og'riqlar kamaydi. Og'riqlar birinchi marta endi danaga og'riq ketmaydi-yu, endi hozir bo'shashdingiz, ha? Oldinga qaraganda.